Assalomu alaykum, Daripolcha liderlari, hamkorlari. Mana Daripolcha loyihamiz O'zbekistonda 3 yil bo'lyapti o'zini faoliyatini olib borganiga. Mana shu qisqa vaqt orasida qancha insonlarni oilasiga kirib bordi, qo'shimcha daromad topishiga sababchi bo'ldi. Bu loyiha orqali o'zini orzulariga, maqsadlariga erishgan insonlar ham juda ko'p. Shunday liderlarimizdan bittasi Farruxjon hozirgi kunda Brilliant doskasiga chiqdi. Endi qaranglar, hozir mana juda ko'p insonlar qayerdadir, qaysidir loyihalarda, lekin bu yerda ishlayotgan insonlar biladi yuqori doskalarda qanchalik daromadlari zo'r ekanligini. Harakat qilinglar, zolota, platina, brilliant pulini olishga pastki doskalar shundoq ham aylanadi. Hamma o'zini atigi atrofdagi 3-4 ta inson taklif qilib millionlab daromad olish imkoniyatiga egasiz. Farruxjonning so'zlari bilan bir sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Eshitinglar, ko'ringlar va sizlar ham o'zlaring uchun ozginagina motivatsiya olinglar. Hurmatli Daripolcha loyihasi a'zolari, mana shu loyihani ixtiro qilgan inson Rossiya programmisti Aleksandr Vassilkovga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Mana masalan 2023-yil 21-avgustda kirgan bo'lsam mana shu loyihaga, hozirgi kunda mana inshaalloh Brilliant doskasiga ham o'tdim. Nima demoqchiman? Mana bu yil 2025-yil bo'lsa, mana 2-yanvar kuni mana shu videoni olyapman. Bu yerda nima demoqchiman? Zolota doskasida turganlar platinaga harakatlanamiz, kumushdagilar zolotaga, zolotadegilar platinaga, platinadegilar brilliantga, brilliantdagilar titanga. Chunki biz maqsad qo'yib kirganmiz. Maqsadimiz faqatgina titan doska. O'sha sababli bo'shashmasdan faqatgina yuqoriga chiqib, yuqori doskalarda 1 milliard 200 million shunaqa daromadlarni olishimiz kerak. Ana keyin qayta registratsiyalar anaqasiga kelsak, qayta registratsiyalarda to'xtatmaylik. Kumush, zolota qayta registratsiya aylansin. Yuqoriga to'lov qilib navbatdan joy oling, qayta registratsiya qiling har bitta etapda. Mayli, birinchi, ikkinchi etapda qilmang, lekin 3, 4, 5-etaplarda albatta qayta registratsiya qilinglar hamkorlar. O'zimni komandam ham va boshqa gruppadagi komandalarga ham bu narsa tegishli deb o'ylayman, chunki bu narsa har bitta insonga kerak va foyda. Mana shu murojaatim bor edi o'zimni gruppamdagilarga va boshqa Daripolcha gruppalariga. Faqatgina bir joyda turish emas, hamkor taklif qilish kerak, to'xtash kerak emas, faqatgina harakat qilishimiz kerak. Bizning maqsadimiz faqatgina titan doska. O'shuning uchun hurmatli hamkorlar va Daripolcha loyihalari a'zolari, yuqori doskalarga harakatlanamiz, yuqori etaplarga. Mana shunaqa shijoatli liderlarimiz ko'paysin, yuqori doskaga intiladiganlar va mana shu doskadagi pullarni oladiganlar ko'paysin. Sizni moliyaviy jihatingiz yaxshilaydi. Hammaga omad tilayman. Charchamanglar.